Qani ha, 23 millionlik partiyamiz. 23 milliondan mana ketdi bir joyga. Sizlarga buyursin deb qolamiz, do'stlar. 23 milliondan. 93lik 4-2-3-5 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishi yo'q. Bog'lanishingiz mumkin. Adashdim. 93lik 878 90 90 raqamlari xizmatingizda. Joyimiz Mayski Toshkentda. O'ynatadiganlardan mana janovrlar. 20-33 Odil aka. Xo'p. 3tasi yoqmagan tashab ketaversa, 30tasini olib ketaversan. Xohlasa 33tasini bitta joyda olsa, 23 milliondan bittasi tekin 32 taga pul beradi. O'rtoqlik 23 milliondan menimcha topa olmasam kerak. Ha, donalabga Odil aka 20 milliondan 25 milliongacha eng kattasi. Zo'rini tanlab olishga. 25 million olsin. Qarang, bitta bonus, ishga yoqmagan bunaqa bo'ladi aka. Haydalaring. Video nomini otangizga rahmat deb qo'ysak ham bo'ladi. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibrey tumani Mayskiydamiz. 93lik 4-2-3-5 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin azizlar. Boqsiz, mana shunaqalardan boqsiz, maza qiladi. Ichida sementali ham bor, Greenford ham bor. Oqboshga limuzin chachkani ham bor aka mana. Davay. Bular rossiyskiy sementalilar. Xudo xolasa zot ketsangiz ham bo'ladi, yo bo'lmasa o'zini yemiga tayyorda tashlasanglar paltarash kerak. Meni meni ham qattasan sen? Bir 15 oydan 18 oygacha bo'lsa kerak bularni. Tezki bo'laqa. Biz video qilyapmiz. Yosh shunaqa 10 oylik yo'q deb o'tda katta-da. 93lik 4-2-3-5 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin do'stlar. Mana sizlarga ajoyiblar. Assalomu alaykum, hurmatli chorva havuz obunachilar. Shersega assalomu alaykum. Assalomu alaykum Odil aka. Hojaga bu narx-navolarni nima qo'yamiz? Narx-navolar Odil aka 27 milliondan 33 milliongacha. Saylatir. Odil aka. 27 dan 33 gacha, bitta 30 ta dona. Agar bitta joyda olgan odamga 29 milliondan ketaveradi. 30 boshini. 30 bosh, ha. Yemga tayyor olib boradi, 3 oy to'rayda pishaveradi. Sifati zo'rini zo'raganlar. Toshkent viloyati Qibrey tumani Mayskiyda Shers degan fermalardan. Mollarni qarang, Odil aka bo'ylari 1.20 dan 1.40 gacha bo'ylari. 18 milliondan tanlab olish 20 million qo'ysak nima deysizlar? Soni 20 million tanlab olish, 20 million tanlab olish. Odil aka. Bo'l, sizning gapingiz. Bir joygacha. Bitta joyda 19 tasini 19 milliondan O'zbekiston viloyati qilib beraman. Yo'qmaya, ikkitasini chiqarib orasida dastlabki ikkitasini chiqarib yuborsin. Bo'lmasa 4 tasini chiqarib yuborsin. Bittasi bo'ladi 15 tasi. Ana bo'lmasam. Mana do'stlar. Toshkent viloyati Qibrey tumani Mayskiyda Shers degan fermalardan obzor qilyapmiz. Go'zallari kelgan. Necha oydan necha oygacha aka? 5 oydan 7 oygacha bu. 5 oydan 7 oygacha. Bunaqasi kamdan kam bu. Odil aka, bo'ldi. 15 tasini 19 dan olsan, 4 tasini 18 dan olsan, ana. Unaqasiga o'ynayveramiz. Unaqasiga o'ynayveramiz. Yana 1 milliondan o'tib bordik yana bu. 93lik 4-2-3-5 raqamlariga 93lik bilan 8 24 ta 19 ta 43 ta bo'ladimi? Men 100 taligiga xudo xolasa ertaga olamiz. Narigi partiyani olaylik kattalarni. Ketdik, yuring. 83 ming so'yilyapti. Hozir 110 ming. Endi mana 2026 ko'rasiz, baribir oshadi. Oshadi, tushmaydi. Qaranglar, Toshkent viloyati Qibrey tumani Mayskiyda Shers degan fermalardan obzor qilyapmiz. Bir joyda 24 tasini 23 milliondan, dastlabkisi 12 ta viloyat bo'ylab ketaveradi. Bonusi bormi yo'qmi? Bonusigami? Mayli bitta toy bering, erkagidan, vaqvatidan. Toy, ha? Toy. Ketaveradi. Bir yil ot yiliga, ot yiliga birinchi olgan odam otlik bo'lsin. Ot. Ot deb yurishasiz. O'rtoqlar mana. Ketdik. Bu birinchi partiyamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, Shers degan nomerlar 4-3 93lik 4-2-3-5. 93lik bilan 878 90 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. 2026 olib, 1 yil haydab, ziyoniga 10 ming, 12 ming dollar sotish jonilarga tegan bo'lsa, o'rtoqlar chorvachilik sohasidan ozgina shingil gapirib beramiz. Shers aka 20 nechta bo'tdi? 24 ta. 24 tasini bir joyga olgan odamga nech million qilib beramiz? 23 milliondan O'zbekiston viloyati qilib beraman, Odil aka. Mollarning sifatiga, kachpasiga ahamiyat bering. Yo'g'onligiga qarang. 23 tasini olgan odamga dastlab. Aslida ko'p semental. O'zbekiston bo'ylab deyaptilar. Buni olib turib 1 yil foydalanib, boqib turib sotadigan bo'lsangiz, birga bir foydasiga qoladi. Ani o'z ziyoniga sotgan mashinangiz ham puli chiqadi do'stlar. Inshaalloh.
Uni chiqarib ochishi. 25 ming dollarga trekker olib 15 mingga sotdim-ku. Ha. Shunaqa bosh. O'zimiz ham 24 ming elektriga olib 6 oy haydab 14 ming birga sotdik-ku, shunga o'xshagan narsa-da. O'shaning uchun bo'ldi, mashina, uy, orzu havas to'xtatish kerak edi, 4 oyga pulni tikib qo'yish kerak. Farzandlarimizni baxt kamoli uchun.